Hammaga xayrli kun, aziz obunachilar. Biz navbatdagi operatsiyamizni boshlayapmiz. Patsientimiz 33 yoshdalar. Mana qorni qanaqangi pitoz holatda kelgan, osilgan, terilari yog' bosgan. Bularni hammasini olib tashlaymiz. Patsientimizga liposaksiya hamda abdominoplastika operatsiyasini o'tkazib beramiz. Diastazlarni tikamiz. Nasib bo'lsa, chiroyli siluet hosil qilib beramiz. Aziz obunachilar, ko'rishingiz mumkin, biz operatsiyamizni tugatdik. Patsientimizga krugovaya liposaksiya qildik. Polностью bir 5 litr yog'larni olib tashladik hamda sportivniy siluet hosil qilib berdik. Diastazlarni tikdik. Diastazlar juda ham kengaygan, 3-darajada kengayish bor edi. Diastazlarni tikib, polniy abdominoplastika qildikda mana ko'rishingiz mumkin, sportivniy siluet hosil qilib berdik. Umuman orcha terisi yo'q. Esingizda bo'lsa, operatsiyadan oldin juda katta osilgan teri xaltasi bor edi, ya'ni fartuklar bor edi. Bularni hammasini olib tashladik. Natija вообще bomba bo'lgan. Kuzatib boringlar. Hammaga yaxshi kayfiyat.